Assalomu alaykum. Mana biz Namangan shahriga 10 kilovatli quyosh panel stansiyasini ishga tushib berdik. Bu panellarimiz Jinko brend ostidagi panellar. Bular 635 vatli panellar. Inverter montaj jarayonlarimiz pastda bitgan. Hozir uni ham sizlarga video qilib ko'rsatamiz. Hozir mana inverterimiz DEA 220 voltlik inverter. Qolgan mana chaqmoqqa qarshi zashtalarimiz, постоянный tok avtomatlari va переменный tok avtomatlari. Cho'chigimiz 220 volt chiplikdan. Chaqmoq zashtalarimizga yerga 3 ta prutni yerga qoqib mahkamlab, zazimlarni qilib hamma ularni zashtalaga qilib berdik.